Shunaqa montaj qilishni o'rganamiz. CapCut'ga kiramiz. Oldindan tayyorlab olingan 4 sekundlik videoni joylab olamiz. Mana ko'rishingiz mumkin. Bu video tayyor. Endi qiladigan ishimizni tayyorlab qo'yilgan yozuvni olib kopirovat qilib olamiz. Men ko'pincha bu narsani zametkaga tayyorlab qo'yaman, keyin yozib o'tirmaslik uchun. Qo'lda yozsa ham video tayyorlanganda bo'laveradi. Tekstni joylab oldik. Shu joyda stiliga kirib tekst rangini o'zgartirib olamiz. Keyin barmog'imiz yordamida tekst kattalashtirishimiz, kichkinalashtirishimiz mumkin. Teparoq ko'tarishimiz, pastroq tushirishimiz mumkin bo'ladi. Yani o'zimizga mos qilib tekstni to'g'rilab olamiz. Endi qiladigan ishimiz videomizni belgilab olib, sozdать kopya knopkasi orqali uni ikkita qilib olamiz. Sozdать kopya наложение knopkasi orqali pastga tushirib olamiz. Endi pastdagi videoni belgilab olib turib, slay knopkasini bosamiz. Video bilan yozuvni o'rnini almashtiramiz. Pastdagi video belgilangan holatda turibdi, удалить fon knopkasini topamiz. Avtoudalение. Galochka bosib qo'yiladi. Yozuvni tagidan o'tib o'tgan qismimizni topamiz. Pastdagi videoni shu joygacha bo'lib olamizda, chap tarafida kerak emas qismini olib tashlaymiz. Video tayyor bo'ldi, tekshirib ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Export knopkasi bosib chiqib ketiladi. Videoni oxirida e'tibor berib qarashimiz kerak bo'lgan narsalar bor, yozuv bor, keyin bizda o'zi aslida ikkita video bor. Uchalasi ham bir paytda tamom bo'lishini ta'minlashimiz kerak bo'ladi. Keyin yana bittarasiga e'tibor berish kerakki, yozuv birinchi videodan sal keyinroq boshlanyapti. Xuddi harakat boshlangandan keyin yozuv paydo bo'lib tagidan o'tgandek. Yozuvni agar chaproq suradigan bo'lsak, unda video boshlanishi bilan yozuv ham turgan bo'ladi. Buni o'zingiz xohishingiz bo'yicha to'g'rilab olishingiz mumkin bo'ladi. Yozuv keyinroq paydo bo'lishi ham mumkin, yozuv video boshlanishi bilan turgan bo'lishi ham mumkin. Mana endi yozuvni ozgina qismi ortiqchalik qilgani uchun uni ham kesib olib tashlayapman. Mana ko'rishingiz mumkin, bir paytda tamom bo'lishi kerak. Bo'lmasam hozirgi o'xshagan qora yozuv joylari qolib ketishi mumkin bo'ladi. Mana yozuv qolib ketdi. Yozuvni ham ozgina kesib olib tashlaymiz. Mana yozuv ham yo'q bo'ldi. Mana export knopkasiga bosib chiqib ketishimiz mumkin bo'ladi. Harakatimdan keyin yozuv yana ozgina qolib ketgan ekan, yana ozgina kesishga to'g'ri keladi.